Bundan 5 yil oldin Simonsok ismli ayol sudya ishdaligida bir noxush xabar keladi. Uni kichkinagina o'g'lini boshiga maktabga boshqa bolalar kirpich tashlaganligi uchun bola vafot etadi. Buni eshitgan ona sud zalidan tezda chiqib taksi tutishga harakat qiladi va bolasini yoniga tezroq borishga harakat qiladi. Lekin afsuski o'g'li vafot etgan bo'ladi. O'shanda sudya ayol bolasi bilan bu ishlarni qilgan bolalarga qattiq jazo beriladi deb o'ylagandi. Lekin afsuski ular voyaga yetmaganligi uchun ular shtraf bilan qutulib qolgandi. O'shandan keyin ko'zi qonga to'lgan ona nahotki kichkina jinoyatchilarga katta jazo berilmaydi deb Yuvinalniy sudga o'tishga qaror qiladi. Yuvinalniy sud bu voyaga yetmaganlar bilan ishlash sudi. U yerda o'z faoliyatini yuritib boshlagan Simonsok doim adolatli va qattiqqo'l sudya edi. Va uni har doim aytadigan gapi: "Men kichkina jinoyatchilarni shunaqangi yomon ko'raman, chunki ular yoshligidan shunaqa jinoyat ishlarini qilib boshlashyapti. Ularga ikkinchi shans berish xato deb o'ylardi." Va ayolga bir kuni 13 yoshli bolani jinoyat ishi beriladi. Aniqlanishicha bo'yicha 13 yoshli bola kichkinagina 9 yoshli bolani uyiga chaqirib, u bilan dahshatli narsalar qilib, politsiyaga sovuq qurol bilan kelib, "Men u bolani o'ldirdim" deb kelgan bo'ladi. Ayol sudya Simonsok u bola bilan sud qilayotganda, boyagi 13 yoshli bola unga qarab: "Men hali 14 yoshga to'lmadim. Demak, hali voyaga yetmaganman va meni qilgan jinoyatimga uncha qattiq jazo berilmaydi" deb unga qarab kulardi. Buni ko'rgan Simonsok bu yerda bir gap borligini to'g'ri biladi va bu jinoyat ishida politsiyalar sezmagan narsani ko'rib qoladi. Bu serialni men Telegram kanalimga tashlayman. Bu serialda voyaga yetmagan kichkinagina jinoyatchilar qanaqa vahshiy ishlar qilayotganini ko'rsatib berilgan va serialdagi ko'pgina voqealar real hayotdan olingan.